Ha, sizmi deydi? Assalomu Ha, alaykum. tinchlikmi? Va alaykum assalom. Qani bozorlik? Yana bozorlik qilib kelmadingizmi? Uyda hech nima qolmagan. Oyligim chiqqan yo'q, kamina sabr qilib turgan. Oylik olmadim. Sizga tegib nima ko'rdim? Suvam kamchi. Dadasi, ukamni uylantiryapmiz. Zo'r-ku. To'yona berish kerak. Ha, bo'ldi, xudo xolasa to'yona qilamiz-da. $1000. Xotin, pul turibsan-ku, o'zi oyligim ololmay yuraman. Yana shu problema, qachon qarama shu problema jonimga tegdi. Yana oylik olmadi. Sabr qil o'rtoq. Sanga maza, sani ering hamma kamchiliklaringni qilib bergan. Senga bitta zo'r maslahat beraymi? Eringni chiroyli kuzatib, chiroyli kutib olgan, hammasi zo'r bo'ladi. Bo'lmaydi. O'rtoq, sen meni aytganimni qilgin. Ishon menga. Ha, soatim 8 bo'libdi. Asadbek aka, to'xtab turing. Ha? Buni oling, ishxonada och qolsangiz ovqatlanib olasiz. Issiqqina ovqat qilgandim. Rahmat, yaxshi o'tiringlar. Qo'lingizdagini bering. Yaxshi kiyib oldingizmi? Aytgandek, suyunchi xotin. Nimaga? Yaxshi ishlaganimga ishxonamda oyligimni oshirishdi. Uni ustiga mukofot pul qo'shib berishdi. Zo'r-ku. Tez bolalarni kiyintirgan, bir aylantirib kelamiz. Kelishda rusvarlik olib kelamiz. Xo'p bo'ladi dadasi. Xo'p. Ishingizni rivojini bersin dadasi.